Bozorda bolgarskilarning narxi tushgan ayni damda bugun men sizlarga o'z uslubimda tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Qiyma, piyoz, guruch, ziravor, bir osh qoshiq tomat, suv va yog' solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Avvaldan tozalangan bolgarsklarni ichiga tayyor farshimizdan solib olamiz. Farshni juda ham zich solmang, aks holda guruch ishi bolgarskilarni yorib boradi. Farshlari chiqib, bulyonimizning rangini buzmasligi uchun kartoshkani shunaqa parre qilib to'g'rab olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek yopib qozonga ozroq o'simlik yog'i va sariyog' solib, piyozimizni qovurib boshlaymiz. Ketidan kartoshka va sabzlarni ham solib birrov qovurib, pomidorlarni solib olamiz va biroz qovurib, ustidan bolgarskilarimizni taxlab chiqamiz. Qancha masalliq ishlatganimni opisaniyada yozib qoldiraman. Ana endi bolgarskilarimiz ko'mgungacha ustidan suv quyamiz va ovqatimizga o'zgacha ta'm beradigan jambil va chesnok solib, tuz va ziravorlarni solib qaynatib olamiz. Qaynab chiqishi bilan gazni pastlab, past olovda pishgunicha qaynatamiz. Mana mazali mavsumiy taomimiz tayyor. Siz ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ring. Osh bo'lsin.